Assalomu alaykum, G'izza Zapchaslar kanali a'zolari hamda kuzatuvchilari, bizni olisdan, yaqindan, qo'shni mamlakatlardan kuzatuvchi obunachilar. Mishalkalar sotiladi, 3 ta bor. Bitta, ikkita, 3 ta. Hozir hammasini video davomida ko'rsatamiz. Go'zal holatda. Ichlari yaxshi. Lapkalarni, ayrimlarini yangilash kerak. Vallari katta, baquvvatidan. Bunimiz reduktori adashmasam 850 lik. Yo 750 yo 850 lik. Bu ham katta. Buni usti bu yerda turibdi. Kirishkasi. Bu bir tomonda shinik bor, bir tomoni lapkalik. Go'zal holatda. Uchinchimiz bu pashti yangi, hech qancha ishlamagan. Lapkalari bor, 3 ta lapka qo'yish kerak bunga. Lapkalari hamma narsasi shu yerda bor. Buni qo'yib berilmaydi, o'zingizlar pulga sotib olasizlar. Go'zal holatda. Reduktorlari katta. Воздушный shkiflari bor. Diafragmasini yangilab beramiz. Diafragmani yangilangani ochilgan shkifi. Kimga qaysinisi kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, o'zimiz Alloh xolasa kelishtirib beramiz.